Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha Mr. Pegax kanali. Videorolikda sizlar prevyudan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu kanal FC Mobile haqida emas, ya'ni bu kanal Let's Play yo'nalishida davom etadi. Lekin bu FC Mobile'dan to'liq ketganim yo'q. Просто mana shu har hafta beradigan coinlar bor, to'g'rimi? Olmoslar o'sha bir haftada bitta video chiqadi. Bu degani oldin ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa bo'ladi. Shu bir haftaning ichida 7 ta video qo'yaman. Mana shu borada xolos bo'ldi. O'sha 7-si FC Mobile haqida bo'ladi. Mana shu haqida sizlarga aytmoqchi edim. To'g'risi FC Mobile'dan o'sha odam zerikdi. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha bir oy oldin qaytdim degan akkauntim oddiy holatga kelib qolgan. Chunki men FC Mobile'dan polni ketaman deb hamma o'yinchilarimni shardsga men bu eng kelgan bo'limga, ya'ni hozir mana shu joyga abmey qilib adashmasam 60 ming bo'ldi va 60 mingga juda ham ko'p yangi o'yinchilar oldim. Xo'sh, endi kelinglar hozir sizlar bilan open-pay qilamiz. Menda ozroqgina draftlar bor edi. Bu video ozginagina kamroq chiqadi, chunki o'sha bu kanalda FC Mobile haqida ko'p video bo'lmaydi. Shuning uchun comeback qildim. Comeback ya'ni qaytdim. Nimaga qaytdim? Chunki bu kanalda Let's Play, ya'ni har xil o'yinlar bo'yicha yurgizmoqchiman. Agar poddeja olsanglar, kelgan o'ylab ko'raman. 5 ta olsam, o'pishi menda 7. Bu yerdan hozir 2000 tani olmas ekanman. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir birgalikda sizlar bilan draftlarni ko'rib chiqamiz. Ispaniya National Team. Kukurella bilsanglar Real'ga o'tdi. Bu yerda menga kerak bo'ladigan o'yinchilar bor. Boraga albatta. Men bu Fransiyaniki naborot yaxshiroq, chunki bu yerda hujumkor o'yinchilar juda ham tiqilib yotibdi. Mana Dembele bor, Mbappe bor, Fernandes bor va Olise bor. 3tadan men bu tepada Ispaniya bilan mana shuni ochib ko'raman. Ya'ni olmadim keldi. Farqi ham to'g'ri. O'yinchilar yaxshi 116 buni sharslarga alishtirib yuboraman. Tushmadi. Jeremy Doku 3 ta shunaqa bo'ldi. Masalan, Ispaniyani ochib bo'yi 1.95 kilo. Shuramiz farqi yo'q. Tushmadi bu safar. Ferran Torres chiqdi. To'g'risi, Ispaniya bu tarafdan g'alaba qo'ydi demaydi. Masalan, shuncha Real Madridda o'yinchilar bor edi, ular ham jahon chempionatida o'ynash niyati bor edi. Yana bekor qilishgan, yana bitta ochamiz. Bakadoramiz. Xo'sh, Zubimendi. Qayerda o'yinchisi edi? To'g'risi esimda yo'q. Xo'sh. Endi tak, bularni albatta abmeyga berib yuboraman. Bular menga kerak emas. Men
116 o'yinchini olib qolaman. Olib qolmasam ham 2800 ta bor. Chunki men bu 115 larni berib olganim ming marta yaxshiroq. 750 ta bo'ldi. Xo'sh, endigi navbat bitta chiqamiz. Qani qo'lim ketib qolmaganmikan? O'zi ancha bo'ldi kirmaganimga, head to headga. Yaqin ketib qoladi. Tezroq ketsa bo'lardi. To'g'risi bir yengilroq sezon tezroq qo'shsa va shu dahshat bo'lardi. Oldingi overman bitta bilsanglar 122, 22, 120 shunaqa bo'lib turardi. Chunki o'sha payt FC qiziqishim bor edi. Hozir to'g'risini desam qiziqishim qolmadi. Xo'sh. Bu farqi yuksak, yutmasak bo'ladiga qarashni taskin tushdi. Bitta yutishga harakat qilish kerak endi. Bir dona like bosib qo'yaman. O'sha gap endi bu kanal endi FC Mobile ichida men uchun, shu FC Mobile uchun bizga bosishgan, endi to'g'risi yoqtirmagan ish oldindan Let's Play kanali boshlangan va shuning uchun FC Mobile video qo'ydim. FC Mobile prospektorga ketdim. FC Mobile qo'ydim. Oxiri 5 ta 6 ta videodan keyin zerikib ketdim. Og'irroq ko'tarilib ketdi. Og'ir ko'tarilgan bilan o'yinchini bir statistikasi real o'yinda hech bola bo'lmadi. To'g'risi bu. O'shaning uchun ketishga qaror qildim. Orada bir presam orada pesam o'ynadim, boshqa ham qildim. Endi bu qiziqishim to'g'risi. Mana senga ham berib haftada 2-3 ta video chiqadi bo'ldi. Chunki orada yangilanish kelib qoladi, to'g'rimi? Boshqa narsa, yangi sezon kelib qoladi, yangi missiyalar kelib qoladi. O'sha gap. Mamlaqa уже davrim o'tdi, ya'ni prime davrim o'tib ketdi уже. Birdan o'sha bir oydan keyin, bir oydan oldin ham FC Mobile o'ynab yurardim. Nimaga yana ketdim? eski Respublika kanal ko'rsam bo'ladi, sizlarga yetmasdan ogohlantirmasdan. Endi baribir bu kanal bu FC Mobile uchun podpiska bosganlar baribir etib qilish kerak. Masalan, bitta ish risk podpiska qilmaydi. Mana orada FC Mobile uchun o'zbeklar juda ko'p podpiska bosishgan. Menga o'shalarni ogohlantirish masalan, ya'ni ogohlantirib chiqaradi bu odam boshqa riskni boshlab olmasdan. O'shaning uchun sekinroq qaradim, boshqa qildim. Nega? Chunki oldin bu kanal rosa ko'p o'zgargan. Bu yo'nalishda masalan PUBG bo'lmagan. Alex bo'lgan. Mana
Endi oxirigacha borish kerak. Let's Play o'shaning uchun 1,5 mingta obunachi uje juda ham ko'p-da to'g'risi. Masalan, shuncha vaqtim ketdi mana shu 1,5 mingta подписчик yig'ish uchun. Yangi kanalni ochish uchun sabr kerak. 1 yil o'ynash kerak. 1 yil tasavvur qilsam. Tayyor kanal bor. Sizlar meni ogohlantirib etib qo'yib ketib nima qilaman? Hop, mayli endi o'yinga keladigan bo'lsak, o'yinda to'g'risi 120 over слишком ko'p уже. 120 over. Bu FIFA уже nima deydi, pul ishlashni уже maqsad qilib olgan. Hech qanaqa o'yinchini fake, ya'ni soxta statiskalari oshadi, lekin mana bu realniy matchlarda, to'g'rimi? Head to head ish bermaydi. Ozroq o'zgarish kiritildi. Masalan, PS'da biz PlayStation'da FC26 realniy statistikada 86 bo'lsa 86, boshqa bo'lsa boshqa. Bu masalan PES avtomi, chunki PES bundan qanday o'yinni tugatib oldi. To'g'ri. Yaxshi, qo'lim yaxshi ekan, hali ham ketib qolmabdi, ya'ni chiqib ketib qolmabdi o'yindan. Kanal ochdim Let's Play haqida, yana boshqa. U yemadi, ancha yemadi. PUBG bo'yicha ham kanal ochdim, u ham yemadi. Shunaqa juda ham ko'p yo'nalishlarda kanal ochib tashladim. Hozir hech qaysi bu kanalga o'xshab просмотр yegani yo'q. Shunaqa. 695 ta. Yaxshi. Legendarni 5 ga chiqib qo'ydim. Bu zo'r. Xo'sh, mana shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar FC Mobile uchun podpiska bosganlar, podpiska qilmaysizlar degan umidda to'xtanglar. Mana bitta paklar bo'lishi kerak, shu paklarni ochib. Buni ochar ekanman. Buni ochdimmi? Yo'q, ochmagan ekanman. Let's go. Давайте. 5000 almas. Juda zo'r, juda zo'r. 300 ta naqashlar. yaxshi, zo'r. Xo'sh, ikkita ochaman hozir. Bitta Ispaniyadan bitta. Bo'ldi. Kanal endi Let's Play yo'nalishida har hafta FC Mobile haqida video chiqadi. Hech xavotiringizni qilmanglar, podpiska ham tashlamanglar. Faqat shu boya aytganimdek, shu 7 hafta oralig'ida 6 ta video har xil o'yinlar yo'nalishida bo'ladi. Xuddi bo'ladi-yu, masalan, Bezo, to'g'rimi? Let's Play mana Upgrade, APG shunga o'xshagan kanallarga o'xshab bu kanal ham Let's Play yo'nalishida. Unda sizlar meni gapim uchun deyiladigan umiddaman. Sizlar bilan hozirchalik Mr. Big X kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha sen paka salomat bo'linglar.